Ko'pchilikda bitta muammo qiynaydi, u ham bo'lsa yuzni xiraligi. Ya'ni qancha uhud qilsa ham, 1 tonna kosmetika ishlatsa ham umuman yuzi ochilmaydi, doim xira, toni har xil bo'ladi. Buni yechimi juda ham oddiy. Siz asosiysi yuzingizda damashniy pilinglar bilan har doim, har haftada yoki 10 kunda bir marta tozalab turishingiz kerak bo'ladi. Shunda ishlatayotgan kosmetikalaringiz yaxshiroq ta'sir qiladi va yuzingiz har doim yorqin va silliq bo'ladi. Bundan tashqari ko'pchilik e'tibor qilmaydigan yana bitta jihat bor, bu kosmetikalarni to'g'ri dozalash. Masalan, 1 oyga mo'ljallangan kremni 10 kunda tugatib qo'yishadi yoki 2 oy, 3 oy davomida 1 oylik kremni doimiy oz-ozdan surib yurishadi. Har ikki holatda ham natijasi umuman teskari bo'ladi yoki siz kutgan natijani bermaydi. Masalan, 30 milligrammlik ampulani siz 1 oyda yoki 1 oydan sal ko'proq muddatda tugatishingiz kerak bo'ladi. Shunda siz kuniga 0,8 yoki 1 milligrammdan ishlatgan bo'lasiz. Standart bo'yicha kundalik doza 1-1,5 milligram hisoblanadi. Shu sababli ampula va serumlarni 30 yoki 50 milligrammdan chiqarishadi, ya'ni 1 oyga yetadigan qilib taqsimlashadi. Agar mana shunday oddiy qoidalarga ham amal qilmaydigan bo'lsangiz, eng zo'r kosmetikani ishlatsangiz ham siz kutgan natijani olmasligingiz mumkin.